O'sha kunda sur chalinadi. Ovozi dahshatli bo'lgan sur. Farishta Isrofil puflaydigan sur. Uning ilk ovozidan, undan chiqadigan ilk kuchli tebranish zarbidan hamma tirik mavjudotlar behush holda yiqilurlar. Illo Alloh xohlaganlari mustasno. Alloh taolo aytadiki, barchamiz o'z qabrlarimizdan qayta tirilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa bizga buning qanday sodir bo'lishini batafsil xabarni berdilar. Alloh taolo yerni avval boshda qanday yaratgan bo'lsa, o'sha kunda birgina kalimasi ila uni yakson qiladi. Yana bir bor sur chalinadi. Ovozi dahshatli bo'lgan sur. Uni farishta Isrofil alayhissalom puflaydi. Surning dahshatli ovozidan insonlar aqli gangib qoladi. Odamlarni mast holda ko'rarsan, holbuki ular mast emas. Hamma yoqda vayronagarchilik, sarosima, qo'rquv, vahima. O'sha kunda Alloh yerni yakson qilganidan so'ng uni boshqa yerga, osmonlarni ham boshqasiga almashtiradi va u osmonlarga bulutlarni yuboradi. Yangi bulutlarni, o'z tarkibida urug'lari bor bulutlarni. So'ngra Alloh osmondan suv tushiradi va ular xuddi o'simliklar unganidek unadilar dedilar. Ya'ni har bir inson, har birimiz yerdan xuddi yomg'irdan so'ng qo'ziqorlar chiqqanidek qabrlarimizdan chiqib kelamiz. Har bir a'zoyimiz bus-butun tiklangan holda, hatto deydi Robbimiz, barmoq uchlarini ham asl holiga keltiramiz. Faqatgina yagona farq, u kunda hech kim bir og'iz ham gapira olmaydi. Hamma odamlar hashr qilinadi, to'planadilar. Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi kishigacha to'planurlar. Bu zot aytganlaridek, qiyomat kuni barcha kishilar yalangoyoq va yalang'och holda to'planadilar. U kunda ularda hech qanday qimmat oyoq kiyim, hech qaysi qimmatbaho libos, umuman boy kambag'alga ajratishi mumkin bo'lgan hech qaysi omil bo'lmaydi. Keyin hisob-kitob boshlanadi va mezon hozir etiladi. Amallar mezonga qo'yiladi, o'lchanadi. Yaxshi odamga nomai amali o'ng qo'lidan tutqaziladi, gunohkorga chap tomoniga tutqaziladi. Shunda nomai amali o'ng qo'lidan tutqazilgan kishilarning ba'zilari hech qanday hisobsiz to'g'ri jannatga kirishadi. Keyin hamma insonlar shunda Sirot ko'prigi tomon kela boshlaydi. Sirot jahannam ustidan o'tkazilgan ko'prik. Abrorlar uni ustidan o'tib ketishadi. Biz shu ko'prikdan o'tmagunimizcha xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Ana undan keyin kimki ko'prikdan o'ta olsa, shundagina jannatga kiradi. Do'zaxiylar do'zaxga shu ko'prikdan qulaydi. Kofirlar unda abadiy qoladi.